Sharq. Qadim sivilizatsiyalar chorrahasi, insoniyat tamaddunining beshigi. Bu zaminda quyosh nuri ilm nuri ila birlashadi. Bu yurt farzandlari azaldan ilmga tashna, orzulariga sodiq, tafakkuri bilan dunyoni o'zgartirgan insonlar bo'lgan. Bugun esa shu buyuk meros yangi avlod qo'lida davom etmoqda. 5-6 dekabr kunlari Toshkent shahridagi Yoshlar ijod saroyida Kitob olami kitoblar festivali bo'lib o'tadi. Bu 2 kun davomida sizni o'zgacha ilm va ijod muhiti kutmoqda. Kitob olami festivalida siz uchun yangi kitoblar taqdimotlari, o'z sevimli asarlaringizni xarid qilish imkoniyati, taniqli yozuvchi va shoirlar bilan samimiy suhbatlar, eng faol ishtirokchilar uchun kitob sovg'alari taqdim etiladi. Kitob bu tafakkur quvvati, har bir sahifasi kashfiyot. Kitob olami bu shunchaki ko'rgazma emas, bu ilm, ijod va ilhom bayrami. Yangi g'oyalar sizni shu yerda kutmoqda. Ularni birinchi bo'lib his eting.